Respublikamiz hududlaridagi suv omborlari obyektlarida texnik xavfsizlik va ishchi xizmatlarining turli favqulodda vaziyatlardagi to'g'ri harakatlanishi muhim ahamiyatga ega. Shu sabab viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tashabbusi bilan Shahrisabz tumani hududida joylashgan Hisorak suv omborida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqida so'z boradi. Suv ombori bu soylik va daryolarning suvlari hisobiga o'z hajmini to'ldirib, xalq xo'jaligi sohasida va energiya ishlab chiqarish sohalarida suvni iste'molchiga yetkazib berishni ta'minlashga mo'ljallangan muhim gidrotexnik inshootdir. Ma'lumki, kuchli yer silkinishi oqibatida turli toifadagi obyektlarga shu qatori suv omborlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Shu bois taktik o'quv mashg'uloti Hisorak suv omborida yuzaga kelgan shartli avariya oqibatlarini kamaytirish maqsadida tashkil etildi. Unda obyekt mehnat jamoasining favqulodda vaziyatlarga qay darajada tayyor ekanligi, bunday vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish borasidagi bilim va ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Mashq rejasiga ko'ra, shartli zilziladan so'ng obyekt hududida sodir bo'lgan avariya va yong'in oqibatlariga kirishildi. Yong'in haqida dastlabki ma'lumotlarni barcha tezkor xizmatlarga xabar berish va ogohlantirish, so'ngra sodir bo'lgan shartli yong'inni bartaraf etish uchun jalb qilinadigan kuch vositalarini to'g'ri yo'naltirish, jabrlanganlarni xavfsiz hududga olib chiqish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish harakatlari amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, mashq doirasida mutaxassislar tomonidan kichik hajmli kemalardan foydalanishda qaysi jihatlarga e'tibor qaratish lozimligi yuzasidan muhim ma'lumotlar berildi. O'tkazilgan seminarda ikki bosqichdan iborat amalga oshirildi. Birinchisi nazariy, bu kichik hajmli kemalarni xavfsiz foydalanish bo'yicha tushunchalar va yo'riqnomalar berildi. Ikkinchi bosqichi suvda baxtsiz hodisalarni oldini olish bo'yicha suvda cho'kkan fuqaroga qutqarish ishlari amalga oshirildi. Mazkur tadbirda Hisorak suv omborining kuch vositalari, xodimlari, favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi idora va tashkilotlarning vakillari jalb etildi. Darhaqiqat, kunlarni isishi bilan turizm maskanlari sayohatchilar bilan gavjumlashib, turli kemalardan foydalanishadi. Albatta, kemalardan foydalanishda ham o'ziga yarasha tartib-tamoyillar mavjud. Shu bois qutqaruv xizmati g'avvoslari tomonidan shartli suvda cho'kayotgan fuqaroni qutqarish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish harakatlarini ko'rgazmali tarzda bajarib ko'rsatildi. Bunday mashqlar kutilmagan vaziyatlarda ham aholida, ham ixtisoslashgan xizmat xodimlarida kerakli ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.